Navbatdagi dalamizga tritikali ekilgan. Tritikalini bu NS Odyssey navi Serbiya seleksiyasiga mansub Novi Sad institutida ishlab chiqarilgan urug'. Bu dalaga urug'lik maqsadida ekilgan tritikalimiz. Hozirgi holatdagi bo'yi 1.50 atrofida. Bu chorva uchun yaxshi ozuqa hisoblanadi. Xohlasa ba'zi bir chorvadorlar yashil massa uchun senaj qilish uchun ekishadi, ba'zilar esa don uchun ekiladi. Dondagi hosildorligi, don bo'yicha hosildorligi O'zbekistonda 94 sentner. O'zi aslida buni potensiali 110 sentner, lekin biz O'zbekiston sharoitida 94 sentner olingan. Bundan tashqari ko'k massa uchun o'rtacha hosildorligi 38-40 tonna gektaridan hosil olsa bo'ladi ko'k massaga. Chorvaga, parrandaga ishlatsa juda ham yaxshi. Tarkibidagi donini tarkibidagi oqsil miqdori 14-15% chiqadi. Rahmat e'tiboringlar uchun. Mana buni bo'yini bittasini bu yerda ko'rish mumkin. Tashqariga chiqarib ko'ramiz. Mana bir donasini oldim. Mana tomiri. Bu yerda bir qator turaman. Mana ko'rinib keldi. 1.50, 1.60 atrofida.